Bugun bomdoddan keyin kirib uxlashni o'rniga chimodanlarimni yig'ishni boshladim, chunki bolamni olib Xorazmga, ota-onamni oldilariga uchib ketyapman. Har bir onaga ona kerak degan gaplari rost ekan. Hayotda qilmagan ishimni qilib, uxlab yotgan bolani uyg'otuvdim, mana sanga deb ustimga siy berdi. Timurchik bizni aeroportga olib borib, registratsiyadan o'tkazib berib ketdilar. Samolyotda Imron hamma bilan tanishib, styuardessalar bilan flirtovat qilishni boshladi, ko'rsanglar. Bir amallab Urganchga kelib oldik. Aeroportda ota-onam kutib olib, bizni hamma bilan birga ovqatlanishga olib borishdi va bu yerda kimni ko'rib qolganimga ishonmaysizlar. Sama Husnora 20 minutcha turib qanaqa tug'ish qiyin ekanligi haqida gaplashdik. Uyga kelib, o'zim kiyinib, bolani ham kiyintirib, Xivaga yo'l oldik, chunki bugun u yoqda qovun sayli bo'layotgan ekan. Hayotimda bunchalik ko'p qovun ko'rmaganman. Kivi degan qovun bor ekanligini bilarmidinglar? Men ham bilmasdim, lekin juda shirin ekan, yurib faqat yeb yurdik. Ketib qolmasdan kechqurungacha shu yerda bo'ldik, chunki nachnaya Xiva это что-то с чем-то. Bitta ko'ringlar. Qoshing qora, ko'zlaring qora, yuldizisan qaysi osmonning. Eslolmasang o'zim eslatay, bolasisan O'zbekistonning.